munosibsiz mana. Medalchani taqib yuraverasiz. Zilyon hamma joyini sizga Peterda. Rahmat. Ana, brat уже medallar oldi. Mana gubernatorni qo'ldan oldingizmi, bironta berdim aka sizga? Gubernatorni o'zi berdi. O'zi berdi. Soatchani ko'rsating, soatchani. Soatni yamonidan haligilar sizdan soatni. Kim taqdi soatni aka? Gubernator. O'zi taqdi. Yechma dedimi? Yechmadi. Vallaga tabrik sizga. Bundan ulug'iga aka munosibsiz mana. Medalchani taqib yuraverasiz. Zilyon hamma joyini sizga Peterda. Rahmat. Нам, узбекам, не надо менять. Они очень чистоплотные. Они очень чистоплотные. И чуть что там увидят, сумка тяжелая, всегда помогут. Очень цивилизованные. А я всегда говорил, что мигранты из Узбекистана добрые и порядочные люди. Узбекистан, Алга. Rossiyada 7-qavatdan tushib ketgan bolani qutqarib qolgan vatandoshimiz mukofotlandi. Ibadullayev jasorat uchun jasorat medali hamda Tigran Kasayan mukofoti bilan taqdirlandi. Shuningdek, unga mukofot bilan birga rag'batlantirish maqsadida 1 million rubl, qariyb 159 million so'm pul mukofoti ham beriladi. Ushbu mukofot bilan u yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik fazilatlarini namoyon etgani uchun taqdirlangani qayd etildi. U Sankt-Peterburgda 7-qavatdan yiqilib tushayotgan 6 yoshli bolani ushlab qolib, uning hayotini saqlab qolgan. Hodisa vaqtida bola deraza yonida o'ynab muvozanatni yo'qotgan. Pastda ko'chani tozalab yurgan O'zbekiston fuqarosi uni tutib qolgan edi. Hodisa oqibatida bola va qahramonning o'zi ham jarohat olgan. Hozir bola shifoxonada davolanmoqda. Eng so'nggi xabar. Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib, ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulab tushayotgan yosh bolaga amaliyotni ko'rsatgan va uning hayotini saqlab qolgani uchun qolgan xalqimizga xos yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik fazilatini yaqqol namoyon etgani uchun vatanga qaysi ayb kishilar bilan taqdirlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazir Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasi rahbari Odilov. Tabriklayman. Bu degani yilni xolagan paytingizda telefon qilasiz, mana bu Temur akaga bilet kerakman desangiz, sirasi xabar olib bilet qilish O'zbekistonga bemalol qaytib olasizga. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Qabrlarimiz. Ministerlik sohalarimiz bor ekan. Borib turib uyda zerikkanda o'ziz Xo'p bo'ladi. oshna oilalar bilan Biz xayrlaga bilan chiqyapmiz. Xayrlaga taassurotlardan Taassurotlarim o'zgacha, o'zimda emasman. Samigirona. Sizlarga rahmat shunchalik e'tibor berganligingiz uchun. Men minnatdorman hammalaringizdan. Endi bitta siz yo kishilar hammalaringizdan minnatdorman. Rahmat sizlarga. mana o'zbeklar mana podдержкада akani mana kiyintirdik. Da. Boshdan oyoq qilib. Xudo xolasa endi bu yog'i juda ham chiroyli ish bo'ldi. Sizlar qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz esa Sankt-Peterburgda. Shunday. Rahmat aka. Rejissor bo'lgan bo'lsa videolarni olib ketma-ket. sizlarga omad, salomatga. Salom. Maqsad kechga xudo xolasizlar. Mana. Ko'pchilik aytayotgandi, akaga pul kerak deb. Mana pul. Nima qilish kerak? Buni ma'mura qilish kerak. Ana, tejalar. Так, не забудьте там очень чек, если нужно, возьмите. Хорошо, получит чеком qo'ying. Да, конечно, это миллион. Ichiga solib qo'ying. Bering. Спасибо огромное. Tabriklaymiz 1 million bilan. Qanday bu? Endi taassurot so'ramayki. Vashcha o'zimda emasman shunday. Bu pullarni faqat farzandlaringizga, yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga xizmat qilsin. Aytganingiz kelsin aka. Barakatli bo'lsin. O'zbekiston va Rossiya geroyi Xayrullo aka bilan bir bellashuvda o'tiramiz. Assalomu alaykum. Окна играет там. Я сказал, иди домой, там, и кричили. Он не слышали, там, ребенок не слышали. Потом он упал, я вот так я держали, там ноги здесь ударили, потом тоже я упали потом. Ko'zim to'la yosh bo'lganda ishon hali oqlanadi barcha bu yo'qotilgan yillar soni
Seni qoningda jadidlar qoni. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Giroy bo'ldingiz aka. Rahmat aka. Xudoni bir nazari tushgan inson ekansiz. Alhamdulillah. Shu chetda bir insonni saqlab qoldingiz hayotini. Rahmat. Malades. Mana haqiqiy o'zbek nimalarga qodirligini To'g'ri. o'sha narsani ko'rsatdingiz. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Xudoyim rahmat aytganingiz kelsin. Sizni yes Rossiya xalqidagi o'zbek musofirlar sizga rahmat aytishadi. Rahmat, hammaga O'zbekistondagilar, butun internet olami sizga faqat olqishlar. Rahmat. Qo'lim ko'ksimda o'zbekistonliklar. Sizlarni hammalaringizni nomlaringizdan o'zimni nomimdan hammalaringizga sog'lik, salomatlik, mana bunaqa martabamiz ulug' bo'lgandan yanada xursandman. Omad, olg'a o'zbekistonliklar, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Xudo xohlasa mana O'zbekiston prezidenti ham taqdirlabdi sizni. Endi Xudo xohlasa borsangiz taqdirlaydi. Mana Rossiya prezidenti Xudo xohlasa sizni taqdirlayapti. Endi men juda ham xursandman. Masalan, bu YouTube sizniki, lekin men o'zbek bo'lganligim uchun bu narsadan xursandman. O'zbek qonimizda baribir. O'zbeklar bir qoni, bir tani, bir jon degandek, hammamiz bir tan, bir jonmiz. Hammalaringizga rahmat, akalar, ukalar. Sog' bo'linglar sizlar. Bu videoni maksimal darajada tarqatish kerak. Mana shunday o'zbek o'g'lonlari dunyoda ko'paysin. Bosinglar.